Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Atiganliklaringiz xayrli olsun. Bugun 29 yanvar. Yangi yilimizdagi, yangi ayimizdagi eng oxirgi kuni, kunlaridan birlari. Bugungi kunimizda oddiy kishilarningki mushu unutilmas bir hikoyalari, mushu programmamizningki bugungi soniga suyimlik hadimiz, doktorimiz, bir tirishchan ana bo'lgan Zeynep doktor xonimni taklif qildik. Hammanglarniki qatnashib berganliklaringlarga ham ko'p rahmat. Zeynep doktorga ko'p rahmat. Hoş geldiniz Zeynep doktor. Hoş bulduk. Bugungi aytganda vaqtingizni chiqarib qatnashib berganligingiz uchun yana bir qatim rahmat aytaman. Bugungi suhbatimizni boshlab ketaylik. Men bir yerlik bir kitobda o'qigandim. Her bir inson bir qululiga o'xshaydi, ichidan marvoyatlar chiqadi deb. Shuni insonlarga tatbiqlagan vaqtimizda har bir inson bir qulluqqa o'xshash hayotda yashagan tajribalarini qum bo'lsin, shig'il bo'lsin, dengizning ostidagi shu oqindi taqindilar bo'lsin, hammasini yig'ishtirib shu qulunning ichiga otadi ekan. Etib uni nurg'un mazgil ichida tovlagan ekan, shu o'zining suyuqlik bilan uningdan bir marvoyat paydo bo'lgan gap. Qimmatbaholiq. Shuningdek, bizning har bir inson o'zining hayot tajribasida orqali o'zining ichida rengarang bir marvoyatlarni o'ttirg'i chiqirdi. Shu bugungi sizning marvoyatingizningki rangini, sifatini qandoq bir shakllantirganligingizni shu tajribangiz orqali hammamiz o'rtoqlashaylik. Aldı bilan sizni bir tanışıp çıksak. Zeynep Hanım kim? Buldu. Hammalarga rahmat. Men Zeynep Başim. 1972 yılı vatanımızdaki Kucha nahisida adli bir aile tug'ildim. Dadam Hünerven, anam aile hanımı. Biz jami 5 qarindosh. Kichigimdan shu biz kichik vaqtlarimizda asosan to'qim yo'q bir sharoitlarkan shu sirtdan suvni sirtdan o'tin kuma qilib shu turmushning kenimlari biza sharoitlar nacharroq sharoitda cho'ng bo'ldim bir 10 necha yoshgacha. Men kichik vaqtlarimda 6 oylik bir singlim kasal sababi bilan tugab ketibdi. Shuning bilan bu doktorxonaniki davolashni dadam xato qoldi deb his qilgan, meni kichigimdan siz doktor bo'ling deb davomli shu gapni deydi. Siz doktor bo'ling qizim, singlingiz ish surayotgan sharoitda uni o'pga yolg'u deb davo oldi doktorlar. Men bu doktorlarni faqat yoqtirdim deb. Shu gap davomli mening miyamda yangrab turadi. Shuning bilan men doktor bo'lganman deb cho'ng bo'ldimda. Shuni maktab kirgandan keyin tirishib o'qidim. Undan keyin shu oliy maktabga o'tdim. Kucha nahiy bo'yicha birinchi bo'libman oliy maktab kirish imtihonimizda. Shanxay tibbiy dashuninki klinik kasbiga qabul qilindingiz dedi. Lanjouda 2 yil xanis shugandik. Shanxayda 5 yil kliniklik fakultetini tamamladım. En ahırkı yılı praktik qilgan vaqtimda shu ast xarakterlik kasalligiga nisbatan g'arb tibbiyotning dorilarini toza, unumlik bo'lmaydigan kontrol qilish, tegidan yaxshilash ishining bo'lmaydiganini his qilib yetib, asos jihatdan shuni ko'chdim tabiiy tibbiyotlarga. O'zligimdan shu jungiy tibbiyoti, undan keyin men xizmat o'rin Abdunum rayonluq Uyg'ur tibbiyot tadqiqot o'rni Xalmurat G'upur akademik professor doktorimizning yetakchiligida shu yerda hamda tunji qaror Uyg'ur tibbiyot tadqiqot o'quvchilari qatorida shu yerda ishladim.
Hı hı. Biz qilish temalarımızmı nayt çoğurken hazır oylap baksam şu tabii doğrularninki şu ayvallaga işletilgenden keyin işletishdan burunqi va ishletishdan keyinki şu DNA'nınki tuzlishiga bo'lgan o'zgarishni tadqiq qilishgan. Shu vaqtlardami chet ellarda bir necha maqola e'lon qilingan bo'lgan Xolmurat akamning yozishi va bizningki tajribani birga qilish jarayonimizda asos jihatdan Uyg'ur tibobat o'simlik dorilarini tadqiq qilish kilinkalik tajriba Hı. shu jarayonlarni qilgan. Undan keyin yanılam shu tabiiy ishlar bilan shug'ullandim. Andan keyin o'zimning salomatligimni shu to'y qilib bolalar tug'ilib bir mazgildan keyin toza yaxshi bo'lmay qoldi. Onun aldığımı üsümlük doğrularını kullanıp özümüzdeki shu salomatligini qo'g'dab kelgan. 2014-yilga kelganda o'zimniki salomatligidan hali ko'p masala kelib chiqdi. Hatto tekshirishlardan chiqdi. Masalan, qonda may moddasi yuqori, andan keyin shu bo'g'im og'riqlari, Hı. kan burun yallığı degandek endi bizning ko'p uchraydigan ast xarakterlik kasalliklar. Men odatda biraz diqqat qildim burundan. Bu nima uchun shunday olib ketdi deb o'zimga shunday qilqi o'simlik dorilarni qildim, lekin toza shu vaqtda 2013 kelganda o'zim qilgan dorilarning yoki hatto boshqa ustozlarning yoniga berib ko'rinib qilgan o'simlik dorilarning toza bak unum bo'lmadi. Shuning Hı. bilan men izlenishini shu tabiiy o'simlik dorilarninki bu hozirgi vaqtdagi ahvoliga qaratdim shu vaqtlarda. Uni biroq ko'rib bir araştırgandan keyin qarasam, o doğru o'simliklarni asos jihatdan shu teriydigan bo'lib ketibdimiz o'zimiz. Hı. Uningdan tağdavallardan ekildiganlar azlab hem u yerdan kelganning bahası nihoyatda bak yuqorilab, uni asosan topqilib bo'lmaydigan holatga yetibdi. Şunun bilan ham bulg'unish eg'ir o'simlik dorilarning tarkibidami eg'ir metallarning bo'lishi nihoyatda ehtimolga yaqin holat degan shu maqolalarni o'qidim. Hı. Men shu vaqtlarning o'zida o'simlik dori nima uchun insonga foyda qildi ekan degan ilmiy maqolalarni o'qib boqqandim. Uning ichida har xil mineral modda, vitamin, shundoqla amino asid qatorliq inson badaniga kerakli bo'lgan ozuqliqlarning hammasining bo'lganligi Hı. to'g'risida shu vaqtdami deb bu oshnolam emas shu o'simlik dorilarning tarkibidami bizga kerakli bo'lgan ozuqliqlar orqali yaxshilanadi ekanmizda degan bir xiyol Şu vaqtda tushuncha başlab şekillengende. Hı. shakllangan. Hı. Shuning bilan men andan keyin shu ozuqliqlar haqida biz qarab 2013'te men o'zimni shu nimaga tizimlatdim. Shu nima deymiz, yin yangshi Hı. ozuqlik Ozuqliqshunos. Hı. kasbininki shu yuqori darajasiga bir tizimlatdim, o'qidim. Intamizdan o'tib o'shaning kenishkilarini olgandek bo'ldim, lekin mening asosli maqsadim ozuqlikninki inson badaniga bo'lgan muhimligini texmo bakka tushunish bo'ldi. Mening shu Hı. bir oddiy. Lekin u vaqtlardagi tushuncham biza yana tövənrək bo'ldi deb o'yladim, chunki intam uchun o'rgangandek bir ish bo'lib qoldi. Ham nihoyat Hı. qisqa 6 oy muddat ichida bizning kurslarni tugab ba'zida ma'lumotlar kelmay degandek ashuna ishlar bilan intamdan o'tmak uncha bir tas ishga to'xtamagan keyin kenishkini olganda qilgan bilan ba'zi nuqtalarda yana biza kamp qolganligimni his qildim. Yine to'xtamaymish uzuqliqlar haqida izlanib inson badanining nima uchun mustaq bir ast xarakterli kasal bo'lganligi to'g'risida bir maqolani o'qidim. Shuni 1900-yilning boshlarida Rossiyalik bir olimningki inson nima uchun kasal bo'ldi degan bir so'zininki uzunsin deb o'tay shu
özününki maqalasida shuna degankan, insonning kasal bo'lishi virus, bakteriya yoki shu sirtdan kirgan zaharli narsalarning o'zi bo'lmasdan, shu narsalarning uzun muddat badanning ichida yig'ilishidan hujayralarning shu narsalarni sumirib olishi orqali hücrenin içinden çıkaranmaslıq arqılıq hücreninki xizmətinin buzulushidan inson kasal oldu deb yazgan ekan. Bu gapni bizlar shuningla men hamda ishning tegi-taktini tushungandek bo'ldim. Anandan keyin men Uyg'ur tibobat bilan Jungi tibobatning yana prinsipiga qarab baqdim. Qisam bular badanni tozalab etish prinsipini asos qilib, undan keyin davolash olib borgan ekanmiz. Şunun bilan men texmo tabiiy tibobatlarga yepishib, lekin buningki bir yuqori qismi bo'yicha uzuqlikni to'liqlash badan kerak bo'lgan hujayralarningki xizmatini yaxshilash uchun hujayrani tozalab o'tish kerak ekan, hujayralarning metabolizmini yaxshilab badanga singib qolgan, kirib asha turib olgan keraksiz toksinlarni badanning sirtiga chiqarib o'tishning nihoyat muhimligini Kasal asosi davolash uchun. davolashni shu bo'yicha ifodim. Shundan keyin yani texim bir ilgirlagandek bo'lib, o'zimni biroz o'zimdan rozi bo'ldim desam bo'ldi. Ham o'zimdagi kasalliklarni mush orqali yo'qotdim. Nihoyat bir sog'lom holat keldim, lekin shu vaqtlarda yenilam deyildi, hozirgi yeyotgan uzuq-tuliklerimizning ahvoli, muhitninki ahvoli, suv tuproqning ahvoli deyilib, shu tabiiy uzuqliklarni to'liqlaganda biz vatanda tabiiy uzuqliklarni to'liqlaganda ba'zilar bir necha oy ishlatib to'xtab qoldigan mundaq bir ahvollar shakllangan ekan. Shu vaqtlarda deyilibdi, shu cho'qim shu biz 3 vaqt tomoqni kunda yoki 2 vaqt tomoqni biz yemasak bizning salomatligimizga ta'sir etgandek uzuqlik moddalarni to'liqlashmi o'z ayni shunga o'xshaydi. Bir kun, 2 kun yo 1 oy, 2 oy to'liqlab, undan keyin to'xtab qo'ysak, yana bizning badanimiz asta-asta shu kasallik holatiga qaytadi. Chunki hozirgi ahvolimiz shu. Biz majbur shuni qildigan to'g'ri keladigan gaplarni shu 10 yıl burun şimdi ben bize bilib aldım endi. Hazır Maşallah. mecbur ekanmiz deb 10 yıldan birisi asrab geldim. Demakki, yani şu siz üniversiteye 3'tün burunqi hayatınızda endi uydagilarninki bo'libmi sog'lig'ingizning tugab ketishi, andan keyin otangizninki, dadangizninki shu uzun muddat doktor yani sizni shu sog'lig'ingizning tugab ketishi sababli doktor qilish orzusining bu tug'ilganligi, andan keyin sizningmi shu nishonga yetish uchun tirishqanligingiz, shuni boshdan oxir shundoq bir kartin shaklida ko'z oldimizdan o'tkazsak, undan keyinmi to'xtamay tirishibsiz. Shu birinchi qatimda tirishishingizniki hamda sog'lig'ingizning tugab ketishi dadangizninki sizni bir turtib qolibdi o'sha yerda. Undan keyingi tirishchanliklaringiz, masalan, universitetga o'tgandan keyinmi shu peti to'xtab qolmay bir doktor qilib ishlab o'tkazsangizmi o'talaytdingiz masalan. Undan to'xtab qolmay Xalmurat akashlar bilan birga yana tadqiqotlarni olib beribsizlar. Ham olib borgan tadqiqotlarmi hozirgi zamonning oldingi qatordagi tadqiqot saviyalariga keldigan bir xil cho'ng tadqiqotlar kiribsiz. Hamda mushularni xulosalagan vaqtimizda bir tirishchanlik bor bu yerda. Buningda siz buni qandaq olib bordingiz? Buningda shu uyingizdagilarninki turtkisidan boshqa qandaq bir kuchlar bor aqlingizda? Qandaq bir sabablar bor masalan? İnsanın asaslık sebebi yüzden başlanırken ben şu oturum mektepte okutkan vaktimde devamlı ayda bir katım katlık beşim ağrıydı. Bir ay mektepten baram. Şu vakti oylagandım ben bu beşimnin ağrışını. Kat doktor olup katlı üzerine davalamsam olmaydı dep oylaydım. Apamın şunda ağrıydı. Hem o apamın nurgun keserleri vardı. Öylekilerini aldılar üzerine bir davalap. Anandikin öydüklərim davalayman deb şunu xiyal qılğandım.
arzu qilgandim ham chin ko'nglimdan. Ondan keyin shu vaqtning o'zida men shu dashoga oliy maktabga o'tgandan keyin o beshimning og'rishimi bize yaxshilangandak qildi, lekin yanılam qo'yatmadi. Shuningdan men maktabninki kichik davolash punktiga kirib qolgandan keyin tabiiy dorilarni ba'di ko'rib baqib meni doktor. O dorilarni butunlay qo'yatdi. Tabiiy jo'yichi dori. Şu vaqtning o'zida bir turtki bo'ldi. Andan keyin shu vaqtning o'zida men shuningki tarkiblariga qarab baqdim. Buning ichida nim narsa bor menga foyda qilgudek bir 6-7 xil o'simlik dorininki nemisini yasalgan kumulashlar ekan bular debchi. Şu vaqtda naq o'qiyotganim mana shu g'arb tibobatning muhimmiylik dorilik. Asli og'riq to'xtatish dorisi issammi bo'lgan narsa, lekin vaqtliq. Yana kelsa bir haftadan keyin 10 kundan keyin yana og'riyverdi ekan. İşbadep, onunki prinsiplerini düşendim. Terkipte uzuqluq. Aminoksitlat tavakken mineral maddeler, vitamin C, vitamin B türdeki vitaminler dep turupdiki aşağıda ayran qalgandım. O vaqtlarda Ali mektebinin 3. yıllıqda oqat qalaqtım. Onu ben 2 yıl işlettim. 2 yıl işletkenlikim mening salomatligim shu vaqtlardagi har qanday odamdan yaxshi ketdi deb o'ylasam bo'ldi. Türtkisi hem de insanın yüzünü bir özgertişten kep çıkıdken toxtamamış özümün salomatligini. Demekçi aldı bilen meseleni bayqapsız, mesel çıkıptı. O meseleni siz bayqagandan keyin bu mesele qandaq payda oldu dep onun to'g'riliq izlenipsiz. Anadan keyin aldığınızga bir doğru kelgan vaqtda doğrunu içtim saqaydım dep to'xtab qolmasın. Nima uchun meni shuni men qandaq payda bo'lib qoldi degan oqidagi savolni so'rab turib, ximi ilgilab tadqiq qilmabsiz. Şuna bo'ldi deb o'ylabsiz, mencha. Xulosasi shunda qaraq, to'g'rimi? Shunda xo'pdi. Shuningdan keyin men shu buning ichida uzuqlik moddasi bo'lgankan deb tabiiylar shu doğrunma hem de şu tabiiy tibabimizde 70% faydalı olan bilen 30% onunki zehri var deb qo'ydi. Tabiiy olsun mu? Jo'yina doğruniki mi? Uyg'ur tibobat bilan o'xshash, mencha. O'xshash. Har bir nemisi bo'ldi. Allah'lık xarakteri mesela quruq issiq, quruq soğuk, o bu deb ashno darajalarini araymiz. Ma'lum yer kelganda uni mangu qo'llanib bo'lmaydi masalan. Chunki shu xarakter bilan odam badanininki ba'zi ishlarini qalaymi qarab qilishi mumkin. O'zining mijoz, normal mijoz bo'ldi. Masalan, bak qurg'isiq dorilar uzun mazgil qo'llanganda jigarninki xizmatiga zarar beradigan mishta ishlar kelib chiqishi aniq hamdi. Shunga men uzuqlikning o'zi bo'lgan ashta mijoz bo'lmaydigan narsalar qandaqdir degan xayolmi hatto kelgan beshimga. Kelib endi o'zidan keyin shu mensiga nimani qachlab qo'yib bir xiyol qilsa shuni qarab mangdi ekan. Shu vaqtlarda to'xtamış doğruninki shundoq bir qo'shimcha ta'sir bor ekan, buni mangu ishlatib qilolmaydi ekan. Bir mezgil ishlatgandan keyin yana shu ishlatib to'xtayotganmiz, undan keyin bir yildan keyin u kasal yana qayta topadigan bizni. Chunki har bir odam badanininki alohidlik o'ziga xos. Shunga yana shu kasal bo'ldi ekanmiz. Shuni qanday qilganda ashta bo'lmay o'tib ketgildiganda deb men chunki kichigimda bak og'riq chatdim. Buluştun acayip korktum hemenço. Kesel bulmayı üç kessek olmamdı da aşındak şu hayal bilen. Şu izdeniş istedi. Bizden şu vaxtdaki bütün şu tabii doğru şirketlerinin doğruların kaysını alsam şundan tanışıp çıktım ameliyatta. Tanışıp çıktım, işiltip baktım. Hem de bu kiyaninin maqtağanlık emas. Ameliyatta dünyada bağ şirketlerinki hemmenisini yığınçaqlapla şu sağlamlık üç bulunu deydiğen bir məslatqa yığınçaqlaptı. Ben onu yeni şu 2014'te o doğru, Joğiç doğrularının en doğrusunu, yani Uyghur tibabetik doğrularını istemmi.
burunqidek ta'sir qilmay dorininki nemisi dorininki kuchlik acizligida nayt zo'r bir o'zgarish hosil bo'lib uning ichidagi moddalarni tatib ojizlab ketgan degan shu maqolalargacha men o'qib oldim. Ashlarni tekshirib oldim. Shu menimda shu nima bo'lgandan meni o'zligidilla hozirgi zamondagi eng yuqori bir nimaga tortibdi. Bir do'stimning tavsiyasi bilan ashuni bir anladim, uning prinsipini butunlay tushundim. Çünkü siz burundan tortib izlanib kelayotgan ham o'qigan maqolalaringiz bilan o'xshash chiqdi neticesi. Shuni biz bu vaqtda xanzu tilida tushunamiz hamda-chu. Uyg'urcha material yo'q. 2014 ahvol. Xanzu tilida buni o'qigan vaqtimda men xanzu yo'qanki albatta shu o'zimizning hatto ona tildan yaxshiroq tushundiganlik kelib bo'lganmiz. Bir odatdagi bir odam tushundiydi, lekin men uning ichidagi narsalarga, uning prinsiplariga qarab bakayron qoldim. Aslida shu tabiiy tibobatdagi har bir doktorninki biz qimmoqchi bo'lgan bizning xiyolimizdagi yuqori bir saviya ekan bu. Ham lekin hech qanday qo'shimcha ta'sir bo'lmaydigan boshqa dorilar bilan bunda bir reaksiya kirishmaydigan. Bedenge nisbatan uni yig'ilib qoldigan yoki ozib qoldigan degandek bir ta'sir bo'lmaydigan shundoq bir nochi eng yuqori palladagi bir mahsulotgan deb shu vaqtni shu tushuntirib bo'ldi men darhol men ishchay deb shu yerda bir boshlagan bir ish borchu buni izlayotgan narsangizni topibsiz hamsa shu vaqtni o'zida shundoq bo'ldi shu vaqtda shunday tushundim men darhol endi yig'inchoqlab kelsak sizningki shu har vaqt to'xtamay o'rganadigan izlanadigan shu ruhingizniki ta'sir qilgan omillar birisi oilangiz ikkinchisi yanala o'zingiz ekansiz anadan keyin bir narsalarni har vaqt shundoq ekan-ku deb qabul qilib qolmasdan uni yana bunun aqibini nimishqa shundoq bo'ldigandi. Masalan, menga bu dori nimishqa foyda qildi. Masalan, siz o'zingiz g'arb tibobatining klinikalik davolashni o'qiyotgan bir inson turib, masalanga ma'lum bir doktorlar o'zi qilayotgan ishini bakrak yaxshi ko'rib, o'zi qilayotgan ishini targ'ib qilib qoldi, qilayotgan ishida. Lekin siz shuni ani o'rganib turib, ma'ni qabul qila olibsiz. Buning natijasi o'zingizga foyda qilganligi, anadan foyda qilgandan keyin nimishqa menga mush foyda qilib qoldi deganni her vaqt nimishqa degan savolni qo'yib orqadan izlanib menib turishingizning o'zi ekanligini bilib oldik hozir. Endi sizmi hozir bir masalan 4 bolaning onasi bir oilada ayol kishi normalda uyning ishimi shunchalik jiq, bolalarning o'qish, butun hamnimsiga biz ko'ngil bo'lsak, mushu jarayonda siz yana shuni davomlashtirib keldingiz. Bunun bir neticesi şu Türkiye'deki tuz imtihandan ötüşünüzün özümü şunun bir neticesi hesaplandı deb bilamiz. Siz şunu qanday qilib şu muvaffaqiyatga erishdingiz? Endi şu o'yingizdagi besimi degandek bütün şu besimlardan halqib, yani şu tuz imtihandek nurg'un odamlar bir 5-10 yılda aran bir ötüdüğün imtihanlardan hem ötüp çıkıp şu muvaffaqiyatlarni qozona aldınız. Ben yanılam bununki en tigi yıldızını aşıyın ailemden başlaş doğru geldikken 4-5 yaş vaqtlarım mening. Anam ayal olgandikken kunda degende dadamga 5 koy vaslar Aşimcan men nima Saygöktat alay. Bugün göçtü yaptı, ot koyvaslar göç alay deydigan aşta gapni qildi. Aşta anlab dadam birdi, yoki bo'lmasa tunugin bergandim o deydi. Bir yamay apamdan sordum. Apa sen aş pul yo'qmi deb so'rsam, "Oy bolam, pul topolmayman, men bushda islini beqib, uyda o'tirma" deb aşta dedi. Bu sen nimish pul topolmaydigansa deb so'rsam, men deya ishlamayman bolam. Ben yaş tatlık emas deb şu vaqtlarda şu gap bor ekan. Degandan keyin, deb şu vaqtni o'tkazatdim. Endi men maktab kirgandan keyin rasmiy so'rdim opamni. Opa, men qanday qilsam sana o'xshash
menimki yo'ldoshimga deb. Aş vaqtda shunda aniq esimda bor. Pul versler, ben pul tugidi, pulum yok deb başta demeymen, demeydiğim bir adam boğum var deb başta deb sorsam. Maşallah. Ama siz çokum hazır mektep kirdiniz, okuvatsız. Çokum ben okup, Ali mektepki berip, okuşunu tütegendik endi. İş hizmetçi olsanız, neymi kesitligin demedi yapam. Çünkü hem bir nemisli yokken addi ayal delikin düşünüp diken. İş hizmetçi balam, anadaki hükümet maaş vurdu. Aş maaş boğandaki sizden pulunuz aş bu aydan bu ayga üzülüp kalmaydı. Dep aşna dep dep bagana dep men unda olsa Ali mektepke bar diken men. Maaş olsa muş işni men qilib o'zimniki pullar bo'ldiga yanchug'im deb shuni kallamga bir o'rnitib olib shunda o'qib ketgandim man uqmasam yodlab oldim oliy maktabga o'tib ishchi xizmatchi bo'lish andan keyin muqimlashdi doktorim deganman deb shu bo'yicha shunda o'rganish qilgandim man endi siz abangizning shu ta'siri bilan yana shuni masalan o'zingizga nisbatan shu kichik yoshda 5-6 yoshlarda normalda bir bolalar ular uncha bek diqqat qilib ketmaydi kimdan pul olyotidi nima ish qilyotidi deganlar siz shunga birinchisiga shunga diqqat qilibsiz ikkinchisiga shundoq bo'lib qolmay deb turib shu ishni hal qilib yetibsiz shu vaqtdan boshlab hal qilish usulini o'ylab mengibsiz endi siz masalan bolalaringizga qanday ta'sir qildingiz? Abangiz sizga shunday ta'sir qildi, masalan. Mushu bolalarga ta'sir qilishda men bolalarni yalqimda o'rganish qil deb bak zo'lmaymichu. Shu vaqtida yana kitob o'qiydi ekanmiz, yana men yanılanma shu bolalar bo'lgandan keyin odatda bizning ko'rdig'imiz ham xanuzchi materiallar. Şu vaqtlardagi kitoblar yoki internetdagi materiallar olsun. Materiallar qarasam bir ota-ona bolasının qanday bo'lishini o'ylasa, oldi bilan shunday bo'lib, o'zi shunday bo'lish kerak debdi. U gap menga shunday yoqdi. To'xtadi. Men bu ishxonamda masalan kasal kunga kitoblarim bor. Bola bilan odatda paranglashganda men uni mening bolamdagini buyruq qilib vaqirab jaqirab qilgandim balkim lekin unda bek qilmaydim men o'zimning oilasining boshqa oilalarninki bunda tajriba saboqlarini bek yakunlab qildigan bir nimam bor bolalar vaqirab jaqirsak yoki bolalarni oldida urushib qilsak qat'iy bo'lmaydi ekan degan uni o'zimizninki burunqi nimasidan yakunlab olgan ama şu balalardan o ağıyındak yakılmam ben. Aşağıdaki bütün gipin deydi mağballamıcı. Ağıyındak aşı net yaş olamazsa ben şu yaş küçük durup paranlışı alayım balı Maşallah. Şunun bilen ben aş doğruluk bize kitap okuyan şu vaxtlarda. O kitap oku dərsir qılmaydı lekin aş okuyuversanız aşında bulduk ya adam. Allah'ın bek zormay emdi dəsəbdə yəsliyi bir dikənmiz, onundan keyin birinci sınıf, ikinci sınıfda balalarga mənkələ ögünüş qılaylı desiniz, tazını qılmayıq şu əkiləb. Men lazım şu bizə bek qatlı qollu qılamayım. Şundan bunu bağımlığa tapşırıp bədik. Ular o yerdə xələ xanlab anca-munca çiviqiyab tapşırıqlarını hamın işləydiğim ketkendikin bana yalvar. Apa biz özümüz işlesek deb. Buldan sözden işləydiğim qildim. Ben şu vaqtda bir tarafdan işləymen, bir tarafdan kitap oqub müştaqını qılğan boldum. Öykülüb tapşırıq işləymen deyme, özümü oturma. Kitap tapşırığını ben işləb vermeymen qatdıyla. Benden birisinin tapşırığını işlep onun cevabını dep bergen ben demesinden okumsam bana dep kitabını açıp bir şeyden hemen bir okusam bunu da ettim. Dersini okusam bu tapşırığını katli işligili oldu. Dep şu yolundan kötü. Onu ögünüp gitti vallahi şu boyunca. Şu boyunca ögünüp gitti. Keyin mesela şu imtihanlık tayarlıklı işler yandım mı?
Bulup mu çoğuğanca men ularga ögünüş qımsam, qımmıdın yoki dep ular gapni qımmıdım. Üzemli qıldım ögünüşnün hammasini. Masalan, nägil bassaq bir til ögündigan to'g'ri keldi hayat. Umum gayet qiziqtirdi hamda u shu 30 necha yosh vaqtlarimiz. Bir til ögündigan to'g'ri keldi, hatto tamoq itishdan tortib, bütün ishlar. Aşnında men nayt aktiv boldum. Yana narsani ögünüşte. Öğrendim. O balon şunu asansella masalda uşlap şunda öğrendikken. Öğrenip de bir derslerini bulup mu Türkiye'ye gelgende o Türk dili bizge nispetten o bizning tilimiz degan bilan aniqli farqi bor. Şu balalarning kitibini billa o'qidim men. O'qib, masalan, shu çiftçi deganni albatta o'qimaymiz-da biz. Daftar yozdim. Balam bilan o'tirib, masalan, çiftçi. Bir yerde bunu ulakan juqadikin şu nongmin kemal adab düşendi. Ben dehqan desem azırak düşündüm hem de düşünmeydim. Nongmin juqadikin derhal düşünüp başta öğrendim billa. Yine qaytadan tavşırıqlarını qanday işləşini. Mening bize o'xshamaydigan. Kitaplar qarab turib siz oldin qatim o'tib bo'lgan darsni bir qatim tafsili o'qib chiqsangiz har qanday topshiriqni ishlay olasiz deb. Undan keyin uni o'tib qolgan keyin men bolalarning topshiriqqa aralashmayman. Ben yerini dastlab kelganda so'rab qildi. Unda siz meni o'qing deyman. Hargiz javobini deb bermayman. Shuninglar o'z ishlab, o'z yezib, hozir undan keyin chestayamdi. Aş topshiriqlarni qanday ishlash usulini deb berman bolalarga. Men buni aytdim. Ben aklıma deb bir adam yo'q. Saqlab bizmi qiqilib soqilib o'rganganligi uni hamdi ash yo'lni ko'rsatib berdim bolalarga. Buning javobi bunda hargiz uni demayman. Son tepa deb başta ko'rsatib qo'yman. O'zimni tanla. Men man bilmayotgan bilan tan o'ginimiz manimizda kunda o'rgansak bo'ldi. Cho'qim uning oxiri yaxshi kutdi desam shu o'rnab hozir shu o'ginish usulini tepib oldi bolalar. Çoğunluğunun devamlı qarsa hem de ben kiçigimden başlap 9 yaşımdan başlap aile işlerine pişiqe başladım. Men üçün bir öyünün işi hiç qancha bir iş emas. Şu bir bize 2 saatte her qanday tugaydi. Onun üstüge asanlığı da şu qazanni qaynatıdığan otlarımız tayyor, burun o'xshash o'tinni yerib. Burunqidek o'tin qolaydigan ishlar yo'qdan. Ish yo'q, kirchu texiq, kir qacha maşinlaşqan. Oy nima degan asan. Qolgan vaqtlar 2 soatda uyning ishini qilib, masalan, kirni yeyib bo'lib, tomoqni yetib bo'lgan gap. Hammani tangli qilib amaliyotchi. Bunda men jiq vaqt sarf qilmayman. Voy 10dan keyingi vaqt butunlay meningda. Siz shu kitob ko'rsam bo'ldi o'zimning imtihonimiz uchun. Endi bize yeşim çoğup kaldı, buldular imtihan vermey, bu imtihan vermeymiye dep oylagan vaqtlarım bolgan. Lekin buna oylap bak. Bu bizni naitli bir bu resmi hakikaten bir zulüm geçiyor. Mesela ben o yerde üzerinden bütün işlerim tayyor, işte doktorluk, cins olur mu tayyor, hizmetim badem üzerime güçlü. Bimarlar izlep durdu. Bu yerga kelgandan o ahvol yo'q bo'ldi. Undan bir akamni akirib ketdi, apam dadam shu azob chidamay tuyab ketdi. Men bu bir oy qattiq og'irdim. Bir oy emas, 2 oy atrofda qattiq og'irib ketdim-da. Og'irib bo'ldi, men bütünlüğe o'xshaydi, bek nimjon bir odat keldim-chu. Amaliyotda bizni shunday qilishgan bu maqsad. To'xta deb bir aqlimni ishlatib qoldim. Bu faqat bo'lmadi. Dep onumdan ders koptum. Kopup kitapның hammani yig'ib akeldim. Men shu akamni o'ylab, apam dadam ashning sababini andaq bo'ldi. Biz o'zimizning juda qaytamayotganimiz hammasi amalga oshmaydigan ish ekan. Men ishni qilaymish hadi deb. Balani uni qiling, buni qiling emas, atganda o'zimning ishini. Chunki o'zimning ishi, masalan, uyda qilgan ish. Bir ananinki shu tamoq etib, uyning ishlarini qilib, bolalarga sharoit yaratish. Shuni 2 soat bo'lma. Bo'lgandan keyin ko'ngil boshlayman o'zimning kitobini. Yozma. Men bu
Türkçe okumagan. Hı. Şunun bilan 5-6 qilin daftar tugapdi. O vaqtlardagi 48 yoshdan boshlagan bo'lsam, 47 yoshdan boshlab. O vaqtlardagi o'g'inish 20 necha yoshlik o'g'inishga o'xshamaydiganligini u aniq Hı. tushunib sanmaydi. Daftarga bir xatni yozman, uni bir qayta o'g'inish bilan nimam kelmaydi. Kitobni qayta o'qigan keyin ash bir gap chiqsa, esimda bo'lsa, adab aman o'rgandim, esim keldiymi? Bo'lmasa seni qayta yozma, tarjimasini yozma. Albatta tarjimasi hanuzcha. Hı. Ashta qilib daftarni tugitibdi men qilin daftardan ashta gaplarni yozgandim. Shu tibbiy kelimalarmi xela nim tutdi men bir yillik vaqtimni ibtidab o'yildim. Altlar hamma o'g'in bo'lib, har qanday bir tibbiy materialni turkcha bemalol ko'ra oladigan holatga kelganda hamki imtihon tayyorladim. Kitobni biroq o'qib chiqqan bo'ldim endi. Bizga kerakli bo'lgan tip. Ashunda qilib shu qachonlik qarasam men o'rganish qilayotgan bir holat. Har bir qatim utanmaganda bolalar bak ümidsizlanib ketdi. Voy utanmabsa deb, voy bolam o'tkul bo'ldi, boshqalarmish deb o'tgan deb men yana qayta tayyorlik qildim. 3-qatimda men uzamsal ümidsizlanib, bak chandumaynib qildim. Bolalarim atılımır kamlab qapti. Men yana bir tayyorlik qilay dedim. Angacha o'zimning ahvolini o'zim bilib qoldim. Badanim nayt ajizlab ketibdi. Yana shu boshqa ishlar xiyolimga kelmay, chunki qilib baxtim shu bishaka kelib bir necha yilgacha. O'zimni asraydigan ishni to'xtatib qo'ymadim, lekin yana shu kiyanini o'yildim, 2000 imtihonniki eng oxirgi qatimliq imtihonga tayyorlik qildi. Xudo ashni istam nayt kuchlanib, imtihonni o'tib ketadigandak bir xiyol hatto shunday qilib men shuni 5 oy ishlatdim kiyanini. Haqiqatan shu jismoniy jihatdan badnimning qurilish qismiga bak cho'ng yordam bo'ldim. Eng oxirgi qatimda oldingi vaqtlarda bakrak ching o'ltirdim. Kuniga avyam 8-9 soat avyam bor. Shunda qilib o'tib ketdim. Shu o'tgandan keyin o'zimning bir WhatsApp gruplarida yozib qo'ydim, men yoshlar tirishinglar debchi. Yoshlar sizlar qattiq zoyqimanglar. Men chig'imda qila olgan ishni sizlar nechasi qila olasizlar deb ashxatni yozib qo'ydim haliqi. Po'chilik qilib qolliq emas. Shundoq ekan. İlhamlandırış maqsad yoshlarni. Haqiqatan bu shunday mudaq yig'ib kelgan vaqtimizda birinchisi siz bolalaringizga bir onaniki bir boshliq ona bo'lmasdan do'st ona bo'lishini tavsiya qilyapsiz. Buni shunda qilibsiz mencha. Ana lekin ikkinchisiga o to'g'ri o'rganish usulini o'rgatibsiz. Faqat uningga bir narsa so'rasa taqqa javobini tashlab bermasdan izlanishni, birsiga izlanish orqali javobini tepishni o'rgatibsiz. Shunga men shu chaqda hayron qolgandim. Bu doktor matrabdan bu tip uzmanlik sinoviga kirdi. Shu vaqtning o'zida shu bir yilda 3 chonglar bir oilada. İki balanız, bir oğlunuz, bir kızınız üniversiteye girdi. Hem de bu balamı intayin men mesela da oylaylı. Kançı nimqib kessimi? Bu til degan ayrım narsa. Ular burun Xitoycha o'qigan, keyin arabcha o'qigan, endi turkcha o'qiyotdi. Turkcha imtihonga qatnashib, ya'ni mush Turkiyaning nimasiga qatnashib, mushaniki nimasidimi? Ya'ni shu qisqa muddat ichida İkisini tang bir yılda üniversiteye girdi. Bununla koşup siz mi tip uzmanlıktan öttünüz? Ama şu an yığıştırıp kelgen vaqtida endi normal insanlar için oylagan vaqtida mesela siz özünüzdeki tip uzmanlık qatnaşış için iki balanızga ya din vaz keçsiz ya siz to'xtab turib balalarni avval imtihon o'tkazitish uchun oldida bularga sharoit yaratib berishni qilsiz masalan. Nurg'un oilalar shundoq bir holatda hozir besim hamdichu. Bunda olgandan keyin men shuni anglagan vaqtimda men o'zim haqiqatan hayron qoldim. Bir emas ikki bolaning universitetga kirishi, anadagi siz o'zingizning shundoq bir test imtihondan o'tib qila olishingizning o'zi haqiqatan nurg'uncha qadamlar mencha anglab bundoq qismi oson ish emas hamdi. Shunga men bu yig'inchoqlagan vaqtimizda hamdi birsiga bolalarimiz bilan do'st bo'lish,
Balalarga başlık ana bulanmaslık, ata-analarning hammasi hamdi. Ular bilan bir xil yo'g'on martabada turib emas, men seni beqiyotma degandek emas. Ular bilan do'st şekilde to'g'ri yo'llarni ko'rsatib turib, manga vaqtimizda onalarmu uyda universitetning ma'lumidek balalarga ta'sir qila oladigan holat shakllanadi ekan. Onun üstüge ben yeni bir yere hayran kaldım. Mesela nurgun ayarlar var bir gün keşkiçe. Mançı balam ba. Şu ballarımın üydeki işi bilen bir gün keşkiçelik vaktim ötü gidiyordu deydi. Siz onu kanda kılıp 2 saatten açık sığdırdınız. Abiyem dep öttünüz 2 saatten açık tübütütüm hemen de. Hem siz 9 yaşımdan başlayıp dep öttünüz 9 yaşımdan başlayıp ben aile işlerine pişirdim dep. Şu 9 yaştan başlayıp kığa vaxtınızda hem uçaklarda siz küçük vaxtlarda hazır kanadaki emines avtomatlaşıp ketmegen boğaçka uçaklardaki şu japaga seliştirip hazırki kolaylıklarga nisbeten şundaq dedingizmi yoki qanday qilib siz onu 2 saatni ichiga sig'dirib o'talaysiz? Ha, şu asaslık acayip kolay hazırlık vaqtichu. Agar vaqtni tejash jihatda bizga bakchi qulayliklarni keldi. Burun men o biz kichik vaqtlarda mesela o'tinni bakrak kichik vaqtlarim 11-12 yoshdan bir qiz bola o'ti yaranmaydi. Akamga kunda ishdan chiqishdan burun akam mana Hünavanddi. O vaqtda shu o'qitish bir yo'qlar bir vaqt ekan, boshlang'ichni butaganda chiqiriblar Hunaga yurib degandek. Akasiz o'tin yerib biring deydim. Şular bitti otundan kirip kümüye koyup üstüge aşına ot kalap kılgan bolgandan keyin men mau gaz uçak bu narsiga acayip hoş oldum. Bu işler apam bek ağırlıkçan bolğaçqa men şoňa 8-9 yaşımdan başlap öýüň iştirman kalgan bunu. Aş özligimdillam aş çoğança tiz kılışni öğrendim. Çünkü apamның agipi var, men işçi hizmetçi bolup maaş almasam bolmaydy. Pul tapmasam bolmaydy. Öýüň işi 3 wagt bolsak içip durdyken, o öýüň işini mecbur kıldy ekenmiz digendim. Aş wagtdan çakkan kılıp etdim. Aş demning içinde aş öýüň tazlygyny kılıp bir tarapdan hemme taň başlasanız buldu. Tamaknyň taýýarlygy, tazlyklar, kirlar. Bu toğrusida aile işlerini qilishninki nimalar uzmanlığını bir sizden bir ayrım bir mesele so'rab bir suhbat qilsak bo'lgudek. O qazaga mesela sonu qo'shib qaynishini saqlab o'tirish mening mumkin emas undan. Boshqa bir ishni mesela qazon qaynag'icha qarab turmayman men hargiz. Ashunga o'xshash. Hamma ishni tang tugatgil bo'ldi-chu. Ashuna bir chunki men bu ishni majbur qildik biz opam boshladigan bu ish tugamaydi, adam tugaydi deb boshlagan qilib bergan. Qancha shuncha shu keyingi o'zining eng muhim ishlariga foydasi bo'ldi deganda 15 yosh vaqtimda men butunlay egallab ash vaqtning o'zidimi ashilqi qolaysiz sharoitni tizib buldum. Yemirgan shu Zeynep Han deydi hem de o kucağına şaraitıldı. Şundaq bek işcan bir kız olupdu dep 16 yaş vaqtında layık mı kelgen bana. Aşta oktan qıldık. Tamamını etdiler aqat dep rasla. To'y qilishni o'ylamadingizmi shu chaqda loyiq kelganda? Apam dedi o bek yüzlü xahlamış bizning mahalliki. Siz qilaydısınız qilimiz biz o yaxshi odamlar, yüzlük odamlar obro'yliq deganda apa o'z vaqtida ishchi xizmatchi bo'lsangiz yaxshi bo'ldi deganda men shu doktor bo'lib qilaysam ham qat'iy intamdan butun intamga 2 yil qolgan. Shu 16 yosh vaqtimga turmiz. Intamdan utanmay o'tirib bu 2 yilni saqlamaydi biz pushaymanda qolamiz degandek bir gaplarni qilgan. Men shunlardan keyin şunu o'qib ketdim. Yaxshi o'tgan dedim. Qo'rqib ketdim aniqi. Shundaq. O'zingizniki qaroringiz, o'zingizniki shu ishingizda qurib olgan o'sha ikkilingiz ishchi xizmatchi pul topman deb qurgan shu nishoningiz shu besib tushdi deng. Oxirida shu yillab iqtisodiyotdan erkin bo'lish bir maqsadga keyin tushundim. Amaliyotda ashuna deganimiz bilan shundoq ekan iqtisodiy jihatdan bizda erkinlikka erishishni maqsad qildim men.
Hmm. İşte qilib o bana bir türk şoktu. Ben eğer şu imtihanı ötmey kalsam şu toy qilib mush kuchadagi nurg'un ayollarni ko'rdim shu toy qilasiz bal tug'isiz uytisiz mishtaq bizga o'xshash dedi opamchi amaliyotlarda chunki men undan qechiyotgan vaqt men cho'qim oliy maktabga o'tib bir xizmatning peshini tutma deydigan bir shu Bir erkin vaqt bulmayan deb o'ylabsiz-da shu vaqtingizdan. Endi aile nima bo'yicha alohida men bir tadqiqotchi bo'lib olim bo'lib yo unda emas men bak amaliyotchan hozirgacha bak amaliyotchan eng muhim tarafini tutib o'zimizni qutqizishni o'ylaydiganman mau imtihonga tayyorlik qilishdimi gapni ochiq rost haqiqatan oson to'xtamdi manga yana shuni o'ylab yetdim shular men shu og'rib ketdim oqimiga yondim chekindim hali necha oy amma mashbetda mushtaq buyni ishini qilib qo'yib beshki vaqt tamoq etib qo'yib o'ssammi bo'ladi hamda xotin kishining hayoti hatta şumu eg'ir keldigan ayollarimiz jiq hamda Şirketlerden oylasam o bizni ezişninki bek yaxşı bir yol ekan bu. Mesela men ameliyatta o'z vaqtida eng oxirida biz miyag chiqib manda majbur chiqdi. Adolat bizni keraksiz bir narsa qatorida his qildik ekanmiz-ku. Ayada shunday yaxshi garchi bizga qilmisimi jamiyatda o'zimizni o'rnini o'zimiz tishlagan o'z vaqtida tirishib. To'xta bular mushunda qilib uchun Muşuna qıptıdap ben onu düşünüp aldım. Şunu olanlar bir güç payda oldu. Oldursam kopsa o yerde tuqqanlarımızı ezse, bu yerde meni ezse, bu ben onun yol koymay iş olmadan üzerinden kılalaydığı işi bir şeyde kaybediyor, hayatını tikleşken de boyuldum. O yeşil ben kılalayman da boyuldum. Benim başka savaşdaşlarım kıptı. Ben de iş kılamayken ben. Hakikaten bizning ayadagi o'qish talablari bilan meni o'xshamaydi ekan. Ishlar o'xshamaydi ekan. Shunday bo'lsa-mu, u adam qila oladigan ishni adam qila oladi ekan. Qildi deb o'ylayman. Burunlar shu nima gap bo'lganman. O'zimni hali tavakkulchi. Shuning bilan qilam. Shu bir qaror muqimlashgandan keyin shu yo'lda tirishadigan gapga. Shu yo'lda. Boshqa yerga bo'linib ketmadim. Şu kuniga tashvatmadim. Shunday qilib izchillikni davom qildimlar. Endi siz hozir imtihondan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz, ma'lum bir yerga kirib doktorlik qilib bir hukumat o'rnida ishlab qilsangizmi, mana mayqiga opingiz degandek temir tovoqingiz bo'ladi, oylik maoshingiz bo'ladi. Siz shunday qilishni o'ylamsiz yoki shu manadan keyingi bir qanday qilgan planingiz var? Balalaringizning ikkisi daha şöyle gitip oldu. İnşallah. O'zingizga nisbatan qanday bir planingiz var? Hozir nima ishlarni qilyapsiz va nima ishlarni qilishni planlayapsiz? Hozir qilayotgan ishim shu uzuqliq jihatda. Boshqalar ayrim masala so'raydi, masalan ayollar. Al bilan uzuqliq tarafdan tutib men maslahat verma. Bakrak yani bo'lsa yana biz shu o'simlik doğrular tarafga qaytimiz ba'zida. Ahvol qaraymiz deb har xil sharoitlar o'xshamaydi. Asosli qotgan ishim mening ham o'zimni nihoyat qiziqtiradigan ishlarmi shu. Kasallar bilan muomala qilish. Ayollar qarsam shundoq kasal bo'lib ketadi ekan. Kasal bo'lgandan keyin yiqilib qolgandek darajasi bo'lmasa ko'rinmaydigan ahvol bak og'ir ekan. Undaq qilmanglar deyman. Baldiroq deytdingiz ukan men mas'uliyatimni pullanmayman deydi. Men 20 necha yil yoki 7 yilni qo'shganda 5 yilni 30 yillik tajribam bo'yicha sizga hech bo'lmaganda bir turmushda diqqat qilgan maslahat bir olaydim deyman. Bak og'irlashganda qildichu. Men hozir doktor, onu qopsam yiqilib tushadiganman deb 5-lik darajaga olib borib o'zini. Bu nima degan qadr qimmat yo'q badan bu. Men shu 9-10 yosh, 11-12 yosh vaqtida beshim og'risa yoki davomli kaniyim yallig'lik deyman shu nimlarim. Shu vaqtda shunday qo'rqib ketdim men. Bu bo'lsam nim bo'ladi debchi, u bir azobli ish. Uningdan o'tidi oxir qo'polmaydigan holiga kelganda
Menden mesele sorsa mingam şu çaraslap gidiyor. Bu nima degan qadr qimmat yo'q badan bu. Men Hmm. de bir olmuşluğa şu fakat yol koyammayman. Hmm. Biraz bir kasallik bir nemsiga yo'l qo'yolmayman chu. Hmm. Bunda aşağı bir oldun olay deb o'ylaydigan bo'lib ketdim. Chunki eg'irlashib ketsa asliga asosan kal tugul bo'lmaydi. Doğru. Ular düşünmen de her bir bedendeki hücrenin sağını muayyen buldu. Onu Hmm. biz buzve derdine kelimiz. Şuna ayarlığım değme. Asaslığı ben aşılarını bir azrak yerini oygutta alsam da meslet vergende aşılar anda kılmamlar da. Sılıkan da Hmm. alsanlar bayram şunda oldu, bayram şunda oldu. Dep kosak kötürüştüm, burungu çıktım bazıda. Anlısa Hmm. anlısa. Kosak kötürüştüm, diqqət qısaq, balının kəlbisi sizin qosuğunuzdakı vaxtdan başlandı, özünüzün əhvalı. Muşunda tutsa, qosaq timalı qanda olar desəm, ular mən bilə oxşaşmı deyib, sizdən bəttər deyib başa düşəndirmə. Hmm. Faqat aydıgan ayollar bək köp, bək köp. Hmm. Aşınınğa bir xil içinib, muşunda qısaqlar bizning milletimiz qanda oldu deyib, aşına deyib gitməçü. Hmm. Millet şu sağlamlık bilan bevosita munosabatlikchi sog'lom tanda sog'lom aql deydi agar sog'lom bo'lmasa bir narsalarni Doğru tafakkur fikir qilish kılamaydıgan olup qalımız. Hmm. fikr qilish iqtidori yo'qli bo'ladi shu Hmm. qo'ydaklar nima desam ma'qul deb mang'alga tushib qolmizchi shu jihatda man shuni qo'shanlik bilan qilaman har qanday kuniga bir Hmm. necha aylar masala so'raydigan yanıma keldiganlar bo'ldi shunday qilib menyapman Hmm. sharoit bor qandaq narsalarni tavsiya qilman yuqorisi kiyanidan tutib tövini turmushda diqqat qilgan yemak ichmaklargacha Hmm. qandaq qilish kerakligini tavsiya qilman o'zimning cheklik bo'lsinmi bildigan narsalarimni boshqalarga yetkazishga tirishyapman hozirgi vaqtda praktikani shuni saqlab shu ishlarni qilg'ash turyapman. Hmm. Praktiki bo'lib qolsa nima ishlarni qilasiz? Masalan, praktikadan keyin. Praktikadan keyin nima ish qilishim endi asoslig'i shu o'zimning kasbini o'zim bak yaxshi ko'raman. Yenilam boya degandek ish olmaganda har bir oldin uchragan insonningki o'zining Alloh bergan badanning qanchalik qimmatligini onun qimmatini trillion deb hisobladi. Hatto bir mingninki qimmatini 3 trillion dollar deb qaysi kuni birsi aşnaq deb hisoblab bergan bir videoni ko'rdim. İşte bedenimiz onu bir puldan hisoblag'ili bo'ladigan bir apparat emaschu. Allah onu aşnaq qimmatini to'n tushgan deb oxiri yana shu bag'ancha yuqorilabdi mening bir maqsadim. Burun mesela doktor olsam, kasal davolsam deydim. Hozir kasal bo'lmasda davolab kelsam texmi cho'ng ish qilgan bo'lganman. Bu kasalni davolash badanning ma'lum iqtidorini yo'qotgandan keyingi yoki ma'lum a'zoni ep tashlagandan keyingi bir davolashlarga bordi. Shu badanning butunlik holatini saqlab qolib turib, shuni sog'lom qilishni men maqsad qildim. Shuni uchirgan odamga bir tushuntiray deb o'zimninki bizim Turkiyada bo'lgan keyin mening yanılam 5 yillik turkcham bor bu yerda. Hem aqliqda o'zimning kitobimni o'qib men bir jiq insonlar bilan gaplashib yoki alohida bir til o'rganish, gap qilish ishlarini o'rganmadim. Shu jihatdimi o'zimni o'zgartiryapman. Masalan, turkcha ahvollarga yo'liqib qolganda o'zimninki maqsadini qanday tushuntirish masalan dedim-ku, inson badanining qanchalik darajada qimmatli ekanligini shu turk tili orqali o'zimning bilgan boshqa tillar orqali qanday tushuntirishni shuni kallamga oldim. Shu bo'yicha menga deganman endi. Bir narsani cho'qim menga bir plan qo'yish kerak ekan. Shu bo'yicha menga deganmiz. Yana bundan keyingi hayotim mayli bir yerda ishlay. Mayli o'zim bir ish qilay. Butunlay maqsadim shu ekan. Endi hukumatning kun oyoqni o'stam, oyoqni qilsam, azaldan mashina qilmayotganman. Onu bir zulüm deb hisoblabsiz-da o'zingizga. Qanoat. O'zim qanoat to'g'ridagi ko'nglim azaldan bir ishni
asıl kımsam bir aram tutken ben. Aş Hmm. büyücem no mağlup bağanca özgürüp bize yukarı pelle götürülüptü. İnsan her bir aldımı kelgen meni doktor dep tunup menden mesele sorgan davalışını talep kılgan insanga nisbeten mayli çoğun mayli kiçik qeyri yaş olsun men şu bedeninki kıymetini tunutup onu qandaq şekilde en yaxşı asraşını şu uxtusam diken dep. Altlardan bizem şundaq qıldım hem bedenime nisbeten asırıp aldım bizemni. Onun üçün ben 10 yıl tirişipdim. Bulu diken asırgılı bulu diken. Hmm. Şu an ben mazır şunu soray dep turattım. Qarsak her vakit bizning yaşımızı görünsiz. O'zingizni 50 yaş, 50 yaş deysiz ama 30 yaş tek görünsiz emdi. Şu an dep Hem de qaldım. Bu sizniki AVM'lik kesel buluşdan qo'rqib o'zingizni bek asırıp etganligingizdimi ya boshqa bir sirlaringiz bormi? üzemni asraşmı ba. Üzemni asraşmı ba yine birisiga bir ayol kishi çoğ olgancha uşak işlagı zıgırlaydıgan mındaq. Unda işlerim yok diye asasen. Kiçigimde bir maqsadni aldım qo'yup şunun tirishqandak. Hozirgacha endi bir ish bor ekan kallamda. Ashundan tirishib hayotninki o'ylasangiz tugmaydi u bismillah, u Tafsilotga qiyinchiliklar. kirmay, cho'ng nishonga qarab mengib sizda. Matruklarning har şeyi rag'man deb qo'ydi-ku. Shu He, har şey rag'man, ash ishlarni qilib bo'lgan. Ashlarning he. hammasi onun bize vakit giderken mesela 4-5 yıl ketdi men bu imtihandan ötüşüm için. Lekin He. arziydi. Hmm. Aşında belki başkalarını bekseliştirip ketmeymen lekin bu insanlar kılalaydigan işte emniyette biz asli şaraitimiz bolgan bolsa mesela Xalmurat kamlarninki nemisi turup nurg'un bir ishlarni qilalayotganmiz. Afsus u ishlar bo'lmadi. Hmm. Ama ya olgan bolsa men şu iradem, tirishchanligim, qiziqishim bo'yicha nurg'un bir ishlarni qila oladigan bir sharoitga hamda bir ayol kishi bo'lish yanam sharoitning chekligi mengamninki shu vaqtdagi tafakkur qilish usulining chekligi tufaylidan deb o'zimdan ko'rmayman. Masalan, men Hmm. aşağıya berib tadqiqot qilib natija qozongan uyg'urlarimiz jiq. Men Hmm. balkim yerlarga ketishdan qandoq ketishni xiyol qilmadim. Qilgan bo'lsam, chuqum shu yo'lda mangitdim. Uni o'ylab qo'ymay ba'zida. Shunga Hmm. yana davomli tirishish shu. Bu sharoitlar asosan, masalan, u burungi narsani takrorlaganning foydasi yo'q. Hmm. Chuqum zamonga moslashish kerak ekan. Yangi Hmm. davrga shu vaqtdagi sharoitning o'zgarishiga asosan chiqqan masalalarni hal qilish. To'g'ri. To'g'ri deysiz. Shunga deydigan, masalan, payg'ambarlarniki hikoyasini o'qiganlar bo'lsa biladi, hammamiz bilamiz ham normalda. Mushuni o'ylagan vaqtidami, shu Alloh taolo nima debdi desa, bir payg'ambarga berilgan mo'jizalar bilan yana bir payg'ambarga undan keyingi berilgan mo'jizalarning orasida shundoq cho'ng farqlar bo'ldi ekan. Bunun özünümü aşı zaman, aşı makan, aşı insanların eni, aşı insanların seviyesi, kubul kılış, aşı işlerini kubul kılışı, aşı işlerinin bir mucize hikayeliğini işine elişi, aşılarını Allah bilgelik için aşı şarayet karta neminin en yüksek bir pellede bulduğunu bilip aşı mucizelerini yaratış hakkılık insanlarını işinişke, hani peygamberlerge erişke şu yardım kılış hakkılık insanlarni to'g'ri yo'lga boshlab mangan ekanimda. Shuningdek, ham bizning har vaqtda, masalan, siz to'xtab qolmabsiz. Birisiga bir izchillik, birisiga bir tirishchanlik. Hozirgi men so'rgan savolimniki javobini toz yaxshi olamadim, lekin Men shundoq yosh turishingizniki sababi nima degan. Uni faqatla siz hamma ishga bek o'zimni urmaslik deb so'zladingiz. Tafsilotlarga bek kirib olmabsiz. Ilqi turmuşning har xil ilqi bir nimalar bor. Adamni bearab qilgancha, ularni men bakchi qo'yib olmayman. To'g'ri. Bakamining. Davomli bir umid holatda turishchi, bu bek muhim. Umidvorlik. Altı bilan o'zingizga kuyining. O'zi kuyin mayli ayol kishi olsun, mayli er kishi olsun, oson qiyirib ketadi. Bilgandikin boshqalarga kuyinolmaydigan gap, u vaqtda har xil ziddiyat gap chiqib ketgan.
Al bilan Doğru. o'zingiz undan keyin boshqalarga qanday ko'rinishini bildigan gapkan bo'libmi bolalaringizga uydagilarga shunga Doğru. umidvorlik Umidvorlik. Vaqtimiz az qapti. Sizga ko'p rahmat. Anglayotgan qarindoshlarimiz hammalarga ko'p rahmat. Mushu eng oxirgi savol, ikki savolninki xulosasini deb o'tsak, birinchisi, Zanab doktorning hozirgi qilayotgan ishimi ham o'zi eng yaxshi ko'radigan, ham o'zining kasbi bo'lgan doktorlik. Ya'ni insonlarga, bo'libmi ayol kishilarni bekerek asos so'zlab o'tdi. Ayollarninkimi o'zini, yani hozir deb o'tgandek, o'zini suyishi oldi bilan. Andan keyin o'zining salomatligining, sog'lomligining qanchalik muhim ekanligini, ya'ni sog'lomlik zo'r boylik degan mushu otalarimizning qolgan mushu maqol tamsilinkimi mushuning intayin bir jonliq ifodasi ham o'zi mushuni qilish orqali atrofimizdagi nurg'un xonim qizlarga ulga, oilasiga ulga bu ham mushuni amaliy amalda qilish orqali og'zida debla qolmasin, amalda qilish orqali hammamizga mushuni intayin yaxshi bir ulgu bo'lib chiqarib berdi. Bugungi suhbatimizda degandan keyin arada bir nimani deb so'zlab o'tdik haliqi. Shundaq tirishchiliklarning orqadagi sabablar nima? Birsiga musha kelgandan keyin akasining tutilib ketishi, ota-onasining tugab ketishi, andan keyin mushlarning bir endi har qanday bir insonning beshiga kelgan vaqtida intayin bir turkcha mal nimalarga depression kirib qolamiz deb qo'ydik. Shuningdek bir intayin ig'ir bir psixologik besimning ichiga kirib qolgan ahvol ostida turib, mushuni ya'ni abiyamqa deb o'tgan umidvorlik degan ichiga solab ichimizdagi shu umidvorlik nimasi tuyg'usi orqali mushuni yengib chiqish. Buni degan vaqtida kichik bir hikoya esim kelib qoldi. Bir quduq tushib ketgan bir hayvon, qanday qaysi hayvon bo'lgan ekan? Esimni qolmabdi, eshakmi yo qaysi birisi bo'lgan ekan. Beshiga bir kun quduq tushib ketganda kun axlatni etiveribdi buni. Axlatni etivergandan keyin boshda shunchalik qaqshab bir mezgil shundoq o'tib qilibdi beshiga tushganini uni qilib. Keyin anadan keyin qo'sa qashqa vaqtida shu beshiga tushgan narsalarni yeb biqib, anadan keyin asta-asta bir narsani his qilibdi buni. Demak, his qilib anadan keyin shu beshiga tushgan axlatlarni oyog'ining osti bilan chingdab yaga chingdab orqali shu kunda shu quduqning ichida chingdash orqali uni ostiga tosh qo'ygandek tosh qo'yib asta-asta bu axlat chiqilgan sari u toshning ustiga chiqib quduqdan chiqib ketishni muvaffaqiyat chiqib ketgan emas quduqning ichidan. Shuningdek bizmi beshimizga kelgan besimlar, beshimizga kelgan dard alamlar, zulmlarni odatda insoniyat Allah yaratgan bütün koinotdan o'g'inish orqali, ashundan ilhom elish orqali yangi narsani ijod qilib, yangi yo'llarni tepib, muvaffaqiyatlarga yetib qila oladi ekan. Ham xuddi shu aeroplanning ijod qilinishimi bir qushlarning uchishininki tangpunlikni saqlash degandek shu fizikalik, ximiyalik tadqiqotlarning orqasida paydo bo'lganga o'xshash bizmi hatto atrofimizdagi hayvon bo'lsin, hamma narsani hasharotlardan tortib, hamma narsada bir hikmatning borligi. Ashlardan o'rgansak, o'zimizning hayotiga marvoyatlarimizni texmi ichimizda deymiz, ichimizda paydo qilayotgan marvoyatlarimizniki rangarang bo'lishiga sabab bo'lgan har xil hikmatlarning bor bo'lganligini atrofimizdagi narsadan tunib, shuningdek Zeynep doktorning hozir degandek, masalan, shu birinchisiga o'zimizni suyish, o'zimizga qimmat berish, o'zimizni izchil o'rganib, o'zimizni taraqqiy qildirish. Buning ichidagi birinchi asos bir nishon bo'lish, bir umidvorlik bo'lish. Mushunga qo'shib, sog'lom bir tan bo'lgan vaqtida, sog'lom tanda sab aql degandek, sab fikr qilib, mushu bizniki mushu fikr qilishimiz orqali bizning izchilligimizni davomlashtirib, andan keyin bugungi kundaginingdek yaxshi natijalarga erishgili bo'lganligini qisqacha yig'inchoqlab o'tsak bo'ldi ekan. Shundaq bek rahmat, bek xush bo'ldim. Meningcha anglayotganlarmi qiziqib shunchalik xush bo'lib anglayotdi deb o'ylayman. Sizniki bundan keyingi turmushingizga texnik ko'p muvaffaqiyatlarni tilayman. İnşallah shu sizning deganingizdek atrofingizdagi nurg'un xonim qizlarning bo'libmi hayotiga ta'sir qilib, hammasiga sizniki shu hayotingizdek yangi bir
o'ziniki hayotiga umid bilan qaraydigan, hayotini nimishqa degan savolni pat-pat qo'yib, tafakkur qilib, hayotini texmi yaxshilashga urinadigan nurg'un xonim-qizlarning chiqishiga tilakdoshman. Shuning bilan bugungi suhbatimizniki eng oxirgi 1 minut qolib qolibdi. Mushu 1 minut ya da 2 minut ichida qanchalik vaqt bo'lsa mayli, siz hozirgi mushu suhbatimizni anglayotgan qarindoshlarımızga bo'lsin, yo bo'lmasa bundan keyingi mushu videoni ko'rish orqali o'zlariga bir nasibini ilishni o'ylashayotganlarga deydigan qalb so'zlaringizni anglab baqsaq. Buldu. Meningki his qilishimcha hamda shuni tushunib oldimki, hayot insonga hamda mush qatimliq bir qatimliqda keldi ekan. Hozirgi yashayotgan hayotimiz bizga bir qatim. Har kunimiz oqiga yonmaydigan bir shaklda o'tib ketadi, uni qat'iy qaytarib olmaydi. Har bir insonning bir mush dunyoga kelishda bir vazifasi bor ekan deb tushundim. Buni hamda unda yosh vaqtida tushunmaydi ekan odam. Bağanca turmuşninki tecrübeler toplanğanca düşünüp meningki bir nimem şuken dep oyuldum. Şu aldımga kelgen bimarlarımga yoki bundan keyin texim köp bimarlarga uçrashuş şaroitini özüm paydo qilishim mumkin. Başlağa şu Allah'ın bizga bergan şu bedenning qanchalik vücudumuzun qanchalik derecede qimmatli ekanligini, onun qimmatinin o pul bilan Ölçügüsüz. qiyoslanmaydigan derecede qimmatli ekanligini hozirgacha tadqiq qilinmadi. Bunun shu odam mingisininki texi bir 2%'ni mu tadqiq qilinmagan bir holatchu. Hücrenin ishida o'zgarishlarni mu tadqiq qilinmagan holatda shunchalik taraqqiy qildik, u bo'ldik, ayrı chiqdik, Marsga chiqdik degan bilan aşınday gapimdi. Şu an bir taraftan yine Allah'ınki obdan bendisi kulu buluşunu, yine bir taraftan texim muşunu haqiqiy turda amalga oshirish uchun biz cho'qim bir o'rganishimiz kerakligi uchun ben o'zimga hayot tajribasi qilib yakunladim. Şu her bir insanınki kilişte okşumagan derecede bir vazifeleri varken de üzemden kasbitki vazifem hazır. Aldım kelgen bimarlığa bedenin qanchalik qimmatli ekanligini, uni qanchalik derecede asrısta arziydiganligini. Shuni bildirib qo'yishgan deb bildim. Çünkü hayotni suyishimiz kerak. Allah bizga bekor bermadi, cho'qim bir maqsad bor. Keldikken hayatını qadrlasak, hayat mı bizni qadrlaydi? Bizning qadr qilib, men aytib qo'ymoqchi bo'ldim. Bulutmi yoshlar nisbatan to'xtab qolsak bo'lmaydi. Qat'iy o'rganinglar deyman. Hayotlik harakatda deydigan bir gap bor. İnsaniyatni Alloh taolo har bir hujayirdan tortib, masalan biz shuna o'tiryapmiz deymiz. Bizni ko'tarib turayotgan yer shari harakat qilyotdi. Kunlar, oylar, yulduzlar hammasi harakat qilyotdi. Biz his qilmaganimiz bilan bizning ichimizdagi har bir hujayrimiz harakat qilyotdi. Biz o'tagandek his qilgan bilan bizni mushu o'tirishimizniki mushunga bardoshlik berayotgan butun narsalar harakat qilyotdi. Mushundaq bir holatda bo'lg'achqa, ya'ni mushundan bir yakun chiqarishga bo'ldi. Hayotlik harakatda, hayot harakat bilan texmo ko'p ma'nolarni topa oladi, texmo ko'p inson bo'lsin, har qanday narsa harakat orqali natija qozona oladi degan qisqacha bir xulosaga keldik. Zeynep doktor ko'p rahmat. Meyada chat qismida qarindoshlarimiz WhatsApp nomeringizni qoldirib qo'ysangiz siz bilan ko'rishkim bor degandek fikrlarni qilibdi. Inshaalloh Zeynep doktor agar imkoningiz bo'lsa chat qismiga telefon nomeringizni yozib bersangiz mayli. Bo'lmasa biz asta bizni topa oladi gruplardan. Aziz qarindoshlar, hammanglarga ko'p rahmat. Bugungi oddiy kishilarningki qaltis hikoyalar programmamiz shuning bilan oxirlashdi.